Assalomu alaykum do'stlar. Bugun navbatdagi mijozimizga Samarqand viloyati Tayloq tumaniga kelgan akamiz. Avazjon aka, mana telefonni berib turasiz. Avazjon aka. Avazjon aka mana telefonda, mana Rossiyada turib oldi. Rossiyada gaplashgan edik, mana aka. Pochchamiz. Mana. Nima bo'lsa qilib bering aka. Qaynisiga olib ketyapti akam. Bonusmi? Polek, keyin elektron nasos, polnabak benzin, polnabak metan, hamma xizmatlari chotki. Haqiqatan benzin quyib berib ko'ringiz. Nachibda qarang, nachib quyganman. Haqiqatan men yolg'on gapiryapmanmi yoki? Urug'lar aytadi-da, yolg'on gapiryapsan deydi. Yo'q, hammasi zo'r, rost. Gulson shahariga dastlabki Samarqandda bunaqa bonuslar yo'q. Sirdaryoga keldik shu uchun. Mana akalar, mana Prim efirda akam o'zi bilan Jivoy, kimda-kim agar negativ fikr ularga bo'lsa akam o'zim gaplashib, Avazjon aka, bizdan xursandmizda kamchilik bo'lgan yo'qmi aka? Aka yaxshi kunlar xizmat qilsa, mana mashinangiz aka. Mana mashinangizni mana o'zingizga mana chiroyli topshirib, mana joy-joyda qilib, Gulson shaharni o'zi olib kelib berayapman. Pergon joylarida, pergonlarni qilib ham aloqa qilsa bo'ladi. Aynan o'zimizga investorlarga bonuslarni chiqarib beramiz. Mana telefon. Kim bu shunaqa xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, agar pastdan mubolag'a chiqingizlar yoki Mirzo joydagi investor kanaliga obuna bo'lib qo'ysa, chiroyli narxlar bonuslarni chiqarib beramiz. Hammaga rahmat. Obuna bo'lish esdan chiqmasin.